Yurtboshimiz tashabbusi bilan tashkil etilgan mega loyiha O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazining ekspozitsiyasini boyitish va takomillashtirishga qaratilgan qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, hozirgi ishchi guruh yig'ilishida birinchi Renessans davri ekspozitsiyasining tuzilishi, dizayni, eksponatlar joylashuvi haqida qizg'in va muhokamali bahslar olib borilyapti. Но вверху у тебя должно быть движение. Обязательно. Усыз бумида. Попробуйте что-то сделать. Надо упрощать в общем. Bu yerda ikki xil yo'nalish muhokama qilinyapti. Bittasi demak O'zbekistonda yaratilgan dizayn loyihasi hamda italiyalik mutaxassislar tomonidan yaratilgan dizayn loyihasi. Hozir mutaxassislar ko'rib, hozir asosiy ustunlikni italyan dizaynerlarning loyihasiga berishyapti. Va o'zimizni dizaynerlar tayyorlangan loyihalarga biroz takomillashtirish va qayta ko'rib chiqish fikri berilyapti. Lekin umumiy ustuvorlik italyan dizaynerlarga qo'yilib berilyapti, chunki ularda o'ziga xos, demak, o'sha yagona Yevropa darajasidagi stilga bir ergashish borligi ko'rinyapti. O'zbekistondagi tayyorlangandan eski an'anaviy tizimda bo'lib qolgani uchun unga biroz bir to'ldirish, takomillashtirish haqida fikrlar berildi. Lekin umumiy fikr hozir o'sha necha oylardan beri muhokama qilib kelayotgan o'sha italyanlar, bular o'sha birinchi Renessans davriga o'ziga xos yondashuvlar bilan yondashgan. Bular demak o'sha kapsulalar yondashuvi bor. Kapsulalar yondashuvi demak keng ochiq maydonlardan qochish, bir joyga demak o'sha dizayn qilib, o'sha yerdagi narsalarni, eksponatlarni bir joyga yig'ish, ya'ni ma'lumot beruvchi joylarni bir joyga, kapsulalarga yig'ish g'oyasi. O'zbekistonliklar taklif etayotgansi ochiq joy, ko'p joy bo'ladi. Ochiq joyda demak o'sha eksponatlar qo'yilishi loyihasi. Demak, o'sha aytib o'tilgandek, hozir shu italyan dizaynerlarniki ko'proq e'tibor berilyapti shunga. Ma'lumot berish nuqtai nazaridan olib qaraydigan bo'lsak, demak, italyanliklarning dizaynida ustuvorlik bor. Bu yerda shu ma'lumotni ko'proq taqdim etish va yangicha uslubda taqdim etish imkoniyatlari kengroq. O'zimiznikida esa ko'proq shu sharqona muhit ko'proq seziladi. Endi buni bu yerda o'tirayotgan katta ustozlar buni ko'proq o'sha demak choyxona metodi deb tasvirlashdi. Bundan qochish kerak degan fikrlar berildi. Endi hozir shu ustida dizaynerlar yana ishlab, yangitdan o'sha Yevropa, Turkiya mutaxassislari bergan tavsiyalarni qayta takomillashtirib, yana boshqalarni taqdim etishadi. Ulardan yangi taqdimotlarni kutib qolamiz.